Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz Xzone strategiyasi haqida gaplashamiz. Xzone strategiyasi qanaqa strategiya va uni qanaqa qilib ishlatish mumkin real bozorda. Xzone strategiyasi riski juda katta va shu bilan birga oson strategiyalardan biri desak bo'ladi. Hop, Xzone strategiyasining ko'rinishi mana shunaqa holatda bo'ladi. Xzone strategiyasini nima o'zi Xzone desak, mana bu X nimasi ko'rinish turibdi. X turganligi uchun biz buni X deb olamiz. X zona deb strategiyasi deb olamiz. O'zi ko'p joylarda ham Amerikada ham ishlatiladi strategiya va Birlashgan Arab Amirliklarida ham bu strategiya treyderlarda o'rtasida mavjud. Keyin bu zonada bu strategiyani bir haftada 2 marta qo'llasangiz bo'ladi. Chunki bu juda ham kamdan kam chiqadigan holat. Mana shu hozir bitta narsa bo'ladi, mana shu Xzone strategiyasi unaqa chiqib ketishlar bo'ladi. Zonadan tashqari ishlar bo'ladi. Bular boshqa strategiyalarga ham yo'l qo'ygan holda, ya'ni bir vaqt o'zida odamlarga bu bozor juda ko'p strategiyalar, ya'ni ko'p holatlarda ko'rsatib beradi. Chalg'ituvchi usullar bo'ladi, manipulyatsiyalar bo'ladi. Shuning uchun mana bunday chiqish holatlari ham bo'ladi. Mana masalan, men bu savdoga kirdim. Savdoga taxminan mana shu shamda kirdim. Sham mashlashimda yopildi, kirganimdan yopildi, birdan-keyin pastga ketib qoldi. Pastga ketgandan keyin taxminan mashgacha chiqdi-da bu. Mashgacha chiqdi. Tushib ketdi. Keyin men shu kirdim, yopordim. Yopish kerak bo'ldi, shu yopormani. Bu mana shu joydan qaytib kelib, $1000 kirib ketdi. Keyin sekin chiqyapti. Taxminan keladi mashgacha. Mana bu to'lani. Taxminan mashgacha keladi. O'zi 6-7 soatlarda mashgacha keladi, keyin chiqib dashib ketish holati bo'ladi. Bu bir kunda qoladigan strategiya emas, lekin bir haftalarda o'zi normal summa chiqib keladi-da, take profit normal olib qo'yadi. Hop, strategiyani ishlash qoidasi. Strategiyani ishlash qoidasi haqida keladigan bo'lsak, strategiya mana shu uchun X deb olinadi. Strategiya bu hozir siz ko'rib turgan mana bu chiziqlar chat patternni emas. Hech qanaqa chat pattern emas. O'suvchi emas, tushuvchi emas. Bu oxirida X hosil qiluvchi liniya zonasi. X zona deb ataladi. X zona bu qisqartirilgan ingliz tilida X zone deb ataladi. Mana shu zona X zone. Ya'ni mana shu zonada bu o'zidan odamni o'zi bu zonani nima topib qo'ygan emas. O'zidan o'zi chiqib kelgan zona emas. Hamma treyderda qo'ldan o'tgan, hamma treyder umrida bir marta bo'lsa ham ishlatib ko'rgan strategiya hisoblanadi. Hozir bu strategiyani uchiga qo'yishim bilan ko'p treyderlar aytishi mumkin. Bu zona xavfli, bu zona tuzoq, bu zonadan ko'pchilik qarzga kirganda, bu zonadan ko'pchilik odamlar minusga kirgan. Nimagaki zonani adashtiradi. Zonada pattern qo'yib oladi, patternda oxirida X hosil qilib o'tiraveradi. X zonada faqatgina mana bu X ishlash kerak emas, faqatgina mana shu X bilan qolib ketish kerak emas. Zonada muhim joydan bittasi, ya'ni mana shu liniya, mana shu qizil liniya eng muhim joydan hisoblanadi. Bu liniyani joyiga qo'yib qo'yaman. X zona mana shu eng muhim joy hisoblanadi. Bu yerda qarang, bitta support bo'lgan, mana bitta support bo'lgan. Ikkinchi support bo'lgan mana shu yerda. Uchinchi, to'rtinchi support bo'lgan. Bu yerda rezistorlar ham bo'lgan, support ham bo'lgan. Keyin mana shu zonada kamida ikkita support yoki rezistor bo'lishi kerak. Ikkita minimum ikkitasi bitta liniyada turishi kerak. Bitta bo'lsa ham bo'lmaydi. Boshqa zona qilib turing bitta bo'lsa ham. Yoki boshqa strategiyaga o'tib ketavering. Agar mana shu strategiyani yaxshi tushunolsangiz, take profit hozirda $42,000 hisoblanadi. $42,000 take profit olsangiz bo'ladi. Agar tushunmasangiz ham, 8,000 minimalni 8,000 ketadi, tushunyapsizmi? Agar hisoblash qo'ymasangiz uyushib degan. Tak.
bu strategiyada stop loss qanaqa qilib o'lchanadi? Mana bu ko'k liniyaga e'tibor beramiz. Bu boshqa strategiyadan chiqqan liniya hisoblanadi. Men hozirlarga buni ideal variantini, ideal mana chatdan topib beraman. Sam chatda hali bunaqa tushamagan hali. Taxminan 2-3 haftada bunaqa zona tushamagan. Men oddiy liniyada o'zim chat qilib ko'rsatib beraman. Mana shunaqa holat va mana shunaqa holat bo'ladi. Endi buni to'g'rilab chiqamiz. Mana to'g'irladim va belgilanadi o'rtadan o'rtagacha. Endi buni nasib qo'yib pastga tushirib qo'yamiz. Mana shu zonadan yurib o'tish kerak shu. Mana shuni kirib turib bo'lish kerak. Kirmasa bo'ldi, farqi yo'q. U haqiqiy zona hisoblanmaydi. Keyin qarang. Bunday keladi. Kelib turib tushadi pastga. Keladi, chiqadi, tushadi. Chiqadi, yana qaytib tushadi. Chiqib shunaqa turib konsolyatsiya qiladi-da. Yoki bay ketadi, mana zonadan yoki bay chiqadi. Yoki bo'lmasam mana zonadan riski sel tushadi. Qarang. Yo'q, bu teskari bo'lish kerak. Qarang. Agar mana bu zonangiz aniq bo'lmasa, yoki ikkinchi strategiya, uchinchi strategiya bo'lmasa, savdoga kirmay qo'yavering. Savdoga kirishingizda foydasi yo'q agar bu sizda ikkinchi, uchinchi strategiya yo'q bo'lsa. Agar mana shu zonadan X zonadan reaks olsa, siz bemalol savdoga qo'rqmasdan 50 pips kirib olsangiz bo'ladi. 50 pips bu normal 50 pips ko'tarilaveradi. Minimum 50 pips ko'tarilaveradi agar zonadan reaks olsa. Agar mana shu zonadan reaks olsa 50 pips ko'tarilaveradi. Olmasa hamma pul ketdi. Keyin mana shu liniyani shuni olasiz. Ne belirliyiz? Bozor ideal variant shu bozorda. Ideali shu. Boshqa bunaqa zona bo'lmaydi. Keyin bo'lishi mumkin, qarang. Mana holat bo'lishi mumkin. Mana holat bo'lishi mumkin. Bunaqa holat bo'lishi mumkin. Chiqib ketsa bo'lsa, xavotir olib mashta yo'q bosh kerak. Qarshi kirib ketdim, voy deb bir qanaqadir reaksiya olish shart emas. Bo'ldi. Pul minusmi? Kutish kerak. Baribir mashtadan chiqadi. Yoki bu X zona ketadi. Yoki bu patron ketadi. Bu hech qanaqa xavfli tomoni yo'q agar ko'rsangiz. Keyin ko'pchilik nima deb adashadi. Mana bu bitta xuddi shunga o'xshash strategiya bor. Bitta ko'pchilik mana bunaqa kiradi. W bilan kiradi, mana bu W bilan kiradi yoki M double bottom bilan kirib turadi. Double bottom bilan ketadi. Yana bitta holat bor bozorda. Mana strategiya borda. Mana shu zonada aytadigan bo'lsak, bunday keladi. Kelib turib, bunday bo'lib turadi. Bunga ketadigan holat bor. Hozir nazoratchi qo'ydim. Ata to'g'rilaveramiz, qarang. Ana holat bo'ladi. Bu head and shoulders deyiladi. Oyoqlar va qo'llar deydi. Yelka va bosh deyiladi. Bu mana strategiya kuchaytiradi avvalo. Ya'ni bu strategiyani mana bu qismi yo'q bo'ladi-da, mana bu qismi olib tashlangan bo'ladi, yo'q bo'ladi-da. Mana shu qolgan zonasiga kirib ketadi. Mana qolgan mana shu zona bilan kirib ketadi. Bu yerda qayerda savdo qilish kerak? Bu yerda mana shu bo'ldi, ochildimi, minus ochildimi, bu kirib ketish kerak. Ba'zilar bu yerda W kiraveradi. Ahmoq o'xshab, ba'zilar pastga tushib ketadi. Shuning uchun boshqa strategiyalar mana shu battimga 2-3 ta sabab ko'rsin bo'ldi. Kirib ketaveradi odamlar. X zonaga sabab ko'rdingizmi, kirib ketaveringizdan. Men hozir bu yerda katta manipulyatsiya bo'layotgani yo'q. Oson strategiya. E'tiboringlar uchun rahmat.